هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Kalem tefsiri 17. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kalem suresi 17. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Şübhisiz ki biz ulanı yani Mekke ahalisini ma'lum bağının ilgilerini sınagandek qahatchilik, açıqlıqqa duchor qilish bilan sınadık. Ola yani bağının ilgileri onun meyvelerini kambag'allar uqmason, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardila uzib ilishga qasam ichishgan edi. Ular Allah xolisa demagan edi. Ular uxlayotganda baqqa Rabbing tarafidan azab yani yong'in nozil bo'lib, bog' ko'yib, qop-qora kuldek bo'lib qoldi. Ular agar meyvelarni uzmoqchi bo'lsanglar, baqqa beringlar deb aytganda bir-birini to'g'lashdi. Ular mangdi. Yo'lda ketib etib, bugun baqqa hergiz bir miskinmi kirmasin deyishib pichirlashdi. Ular miskinlarni baqqa kirishdan to'sa olmaymiz degan o'y bilan aytganda turishdi. Ular bog'ning ko'yib qop-qor bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan izib qilibdik, yo'q, biz bog'ning mevasidan quruq qilibdik dedi. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqllisi, sizlar nemishqa Allohga tavba qilib tasbih etmaysizlar demaganmidim dedi. Ular Rabbimiz seni pok deb e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini man'i qilish bilan haqiqatan zulm qilguvchilardan bo'ldik dedi. Shuning bilan ular bir-biriga qarishib o'zaro malomat qilishdi. Ular deyishdi: "Voy bizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. Umidki Rabbimiz bizga buningdan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Rabbimizdan umid qiluvchilarmiz." Azab mana mushundaqdir. Ya'ni Qurayshkimu bog' egillariga tushgan azob tushidi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir. Kafirlarning amalining bekor bo'lib ketadiganligining misoli to'g'risida. Alloh taolo buni Quraysh kafirlariga misol qilib ko'rsatdi. Alloh taolo ularga Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatib, bu buyuk rahmatni ularga ato qildi va bu katta ne'matni berdi. Biroq ular uni yolg'onga chiqarish, payg'ambarlikni inkor qilish va uningga qarshi urush qo'zg'ash bilan javob qaytardi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Şübhisizki biz ularni, ya'ni Makka aholisini ma'lum bog'ning egillarini sinagandek qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Bu bog' har turli meyvelarni o'z ichiga olgan bog' edi. Ular, ya'ni bog'ning egillari uning meyvalarini kambag'allar uqmason, ular hech narsa bermayli deyishib, sahardilar uzib ilishga qasam ichishgan edi. Ya'ni ular kambag'allar va soillarning bilib qolmasligi uchun uning mahsulotining hammasini o'zlariga ilib olish, uningdan hech narsani sadaqa bermaslik uchun bog'ning meyvalarini tong etishdan burun uzib olishga o'zaro qasam ichishgan edi.
ular Allah xolisa demagan edi. Ya'ni ular qasam qilgan chaqda Allah xolisa demagan edi. Shunga Alloh taolo ularga qasamlarini amalga oshirish fursatini bermaganligini bayon qilib mundaq deydi. Ular uxlayotganda baqqa Rabbing tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, bog' kuyib qop-qora ko'ldek bo'lib qoldi. Ya'ni bu azob osmondan tushgan ofat edi. İbn Abbas bu oyat haqida mundaq deydi. Bog' kuyib, go'yo kechining qorong'uligiga o'xshash qop-qora bo'lib qoldi. Suddi va Savri mundaq deydi. Bu bog' o'rib tashlab etilgan ziroatlarga, ya'ni quruq o't cho'plarga o'xshab qoldi. Ular agar meyvelarni üzmoqchi bo'lsanglar, boqqa beringlar deb aytganda bir-birini to'g'lashdi. Ya'ni subhi vaqti bo'lganda ular meyvelarni üzib olishga berish uchun bir-birini chaqirishdi. Ular mangdi. Yo'lda ketib etib, bugun boqqa hargiz bir miskinmi kirmisin deyishib pichirlashdi. Ya'ni ular so'zlarini hech kim anglab qolmasin deb o'zaro past ovozda pichirlashib bir-biriga. Bugun birmi peqirning boqqa kirishiga imkoniyat bermanglar deyishdi. Büyük ve yüksek Allah bu ayet orqali ularning pichirlashlarini echib tashlab, o'zining sirlarni va yushirin pichirlashlarini biladiganligini bayon qildi. Ular miskinlarni boqqa kirishdan to'siya olamiz degan o'y bilan deganda turishdi. Ular bog'ning ko'yib qop-qor bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan izib qilibdik. Yo'q, biz bog'ning mevasidan quruq qilibdik dedi. Ya'ni ular o'ylaganlarini amalga oshirishga qattiq ishonch bog'lab, o'rinlarida nihoyat sahar turishdi. Ular baqqa yetib berib, bog'ning xuddi g'olib va buyuk Allah oyatda aytgan holatga kelib qolganligini ko'rdi. Bu bog' haqiqatan go'zal, chiroyli va sanjaq-sanjaq mevelik holatidan hech narsadan foydalanqili bo'lmaydigan, qop-qora va hech narsa yo'q, qup-quruq holatga kelib qolgan edi. Ular bu ahvolni ko'rib, biz yo'ldan izib ketgan o'xshaymiz deb o'ylab qoldi. Shunga ular biz haqiqatan izib qilibdik, ya'ni xato yo'lga kirib qilib, boqqa boradigan yo'ldan izib qilibdik deyishdi. Keyin ular ko'yib qop-qora bo'lib ketgan bu bog'ning o'zlarining bog' ekanligini jazmlashtirib, yo'q, biz bog'ning mevasidan quruq qilibdik, ya'ni yo'q, aksicha bu bog' bizning bog'imizning dal o'zi shu, lekin biz bog'dan oladigan nasibimizdan quruq qilibdik deyishdi. Ularning yaxshisi İbn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Ikrima, Muhammad ibn Ka'b, Rabi ibn Anas, Zahhak ve Qatada qatarlıqlar mundaq deydi. Ularning eng odil raqi ve yaxshi raqi, sizlar nimishqa Allohga tavba qilib tasbih aytmaysizlar demaganmidim dedi. Mujahid, Suddi ve İbn Jurayj qatarlıqlar bu oyatning ma'nosi nimishqa Allah xolisa demaysizlar demaganmidim deganlik bo'ladi dedi. Suddi yana o zamanda ularning Allah xolisa deyishi tasbih aytish bilan bo'ladi dedi. İbn Jarir o birovning Allah xolisa degan so'zidan iboratdir dedi. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatning asli ma'nosi nimishqa Allah sizlarga ato qilgan va ne'mat qilib bergan narsaga shukr qilib Allohga tasbih aytmaysizlar deganlik bo'ladi dedi. Ular Rabbimiz seni pok deb e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini man'iy qilish bilan haqiqatan zulm qilg'uvchilardan bo'ldik dedi. Ular ibodat
payda bermaydigan chaqda yuzlandi. Qilmishlariga pushaymon qildi va gunohlarini e'tirof qilish uningga asqatmaydigan chaqda e'tirof qildi. Shunga ular biz miskinlarning haqqini man'iy qilish bilan haqiqatan zulm qilguvchilardan bo'ldik dedi. Shuning bilan ular bir-biriga qarshib o'zaro malomat qilishdi. Ya'ni ular ba'zilarning miskinlarning mevalardan uzib olish haqqini man'iy qilishda ching turganligi uchun ularga malomat qilishdi. Ularning o'zaro bergan javobi faqat xatoliklarini va gunohlarini e'tirof qilishdan iborat bo'ldi. Ular deyishdi: "Voy bizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. Ya'ni biz boshqalarning haqqiga tajovuz qilib, o'zimizga zulm qilibdik. Haddimizdan eshibdik va cheklimizdan o'tib ketibdik. Shuning bilan bizga mushundaq musibat yetibdi. Umidki Rabbimiz bizga buningdan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Rabbimizdan umid qilguvchilarmiz." Ba'zi tafsirshunoslar ular Allohdan o'zlariga u bog'dan yaxshiroq bir bog'ni bu dunyoda berishini umid qilishdi deydi. Yana ba'zilar ular Allohdan o'zlariga oxiratda u bog'ning savobini berishini umid qilishdi deydi. Ba'zi salaf ulamolari mundaq deydi: Bog' egilari Yamanlik edi. Said ibn Jubayr mundaq deydi: Ular San'adan 6 mil yiroqlikdagi Zaravan deb atiladigan bir yezidan edi. Ba'zilar mundaq deydi: Ular Habashistonlik bo'lib, ularning otasi olamdan o'tkicha ularga bir bog'ni qoldirib ketgan. Ular ahli kitobdan edi. Ularning otasi u bog'ni nihoyatda yaxshi boshqargan bo'lib, u bog'dan elingan mahsulotning bir qismini bog'ning chiqimiga ishlatdi. Yana bir qismini oilasidagilarning bir yillik ozuqlik uchun elib qolatdi. Eshib qolgan qismini miskinlarga sadaqa qilib berdi. U vafot bo'lib, baqqa uning bolalari varis qilgandan keyin ular otimiz ahmaq odam edi. U bog'dan ilingan mahsulotning bir qismini kambag'allarga berib o'tdi. Agar biz ularga beriladigan sadaqani bermasak, o'zimiz mahsulotning hammasini to'liq olgan bo'lardik deydi. Shunda qilib ular kambag'allarga sadaqa bermaslikka qaror qilib edi. Ish ularning kutganining dal aksicha bo'lib, ular yomon niyatlarining jazosini tatdi. Allah ularning qo'llaridagi dasmoya, payda va sadaqa qatorliq mol mulklarini butunlay halok qildi. Ularga hech narsa qolmadi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Azob mana mushundaqdir. Ya'ni Allohning amriga qarshi chiqqan, Allah ato qilgan va ne'mat qilib bergan narsaga bexillik qilgan, miskinlarning, kambag'allarning va muhtojlarning haqqini bermagan va Allohning ne'matini kufrga tegishgan kishiga bo'ladigan azob mana mushundaqdir. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir. Ya'ni sizlar anglagandek dunyoning azobi mushundaqdir. Oxiratning azobi uningdan texmi qattiqdir. Taqvodorlar Rabbining dargohida haqiqatan nozu ne'matlik jannatlardan bahriman bo'ladi. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdik. Nima bo'ldi? Qandaqcha bundaq hukm chiqarilsizlar? Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xolig'ininglar bor deganni o'qidinglarmi? Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt tutishadigan mahkam bir ahdi tuzishganmi? Ulardan so'rab baqqanki, ularning orasida qaysisi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklari bormi?
Agar ular davosida rostchil bo'lsa, shiriklarni keltirib baqsin. Taqvodorlarning mukofoti va ularga gunohkorlarga o'xshash muomala qilinmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bog' egillarining ahvolini, ularning g'olib va buyuk Allohga osiylik qilganligini va uning amriga qarshilik qilganligi uchun ularga yetgan azobni bayon qilgandan keyin Allohdan qo'rqqan va uningga itoat qilgan kishiga oxiratda uzilib qolmaydigan, to'xtab qolmaydigan va tugab qolmaydigan nozu ne'matlik jannatlar bilan mukofot berilganligini bayon qildi. Biz musulmonlarni kafirlar bilan barobar qilamdik, ya'ni musulmonlarni kafirlarga o'xshash jazolamdik. Osmon zaminning Robbi bilan qasamki, ularni hargiz o'xshash qilmaymiz. Nim bo'ldi? Qandaqcha bundaq hukm chiqarilsizlar? Qandaqcha bundaq hukm chiqarilsizlar? Ya'ni qandaqmi mushundaq bo'ladi deb o'ylaysizlar. Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xoliqinglar bor deganni o'qidinglarmi? Ya'ni qo'linglarda osmondan tushgan, ilgirkilardan keyingilarga naql qilingan da'voyinglarning rost ekanligini ta'kidlaydigan hukmni o'z ichiga olgan bir kitob bo'lib, sizlar u kitobni dars qilib, yod elib va qo'ldan qo'lga o'tkazib turyotamsizlar. Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqti to'shadigan mahkam bir ahdi tuzishganmi? Ya'ni sizlarda biz tarafdan qilingan sizlar o'ylaganinglarga, qilganinglarga va xohlaganinglarga erishsizlar deb aytganlaringlarni ta'kidlaydigan mahkam ahdi bormi? Ulardan so'rab baqqinki, ularning orasida qaysi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qila oladigan sheriklari bormi? Agar ular davosida rostchil bo'lsa, sheriklarini keltirib baqsin. Alhamdulillah, yuqorida sura Qalam tafsiridan 41-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.